Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz homiladorlikning eng muhim davrlaridan biri hisoblangan 3-trimestr haqida. 3-trimestr odatda homiladorlikning 28-haftasidan boshlanib, tug'ruqgacha davom etadi. Bu davrda chaqaloq tez vazn yig'adi, organlar yetiladi va ona organizmi tug'ruqqa tayyorlana boshlaydi. Agar siz yoki yaqin insoningiz homiladorlikning so'nggi oylarida bo'lsa, ushbu video siz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida tug'ruq yaqinlashayotganini ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim belgilar haqida gaplashamiz. Homiladorlikning 28-haftasiga kelib, chaqaloqning rivojlanishi ancha yuqori bosqichga yetadi. Bola faol harakat qiladi. Uning qo'l va oyoq harakatlari ona tomonidan aniqroq sezilishi mumkin. Bu davrda chaqaloqning miyasi faol rivojlanishda davom etadi. Nafas olish tizimi ham yetilish jarayonida bo'ladi. Bolaning ko'zlari ochilib, yumilishi, tovushlarga reaksiya bildirishi mumkin. Ona organizmida esa qorin kattalashgani sababli kundalik faoliyat biroz qiyinlashishi mumkin. Bel og'rig'i, oyoqlarda charchoq, tez-tez siyish va uyqu bilan bog'liq qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Ba'zi ayollarda oyoq-qo'llarda yengil shish paydo bo'ladi. Biroq shish juda kuchli bo'lsa yoki yuz va qo'llarda birdaniga paydo bo'lsa, ayniqsa bosh og'rig'i, ko'rishning xiralashishi yoki qon bosimining ko'tarilishi bilan birga kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishingiz zarur. 31-33 haftalarda chaqaloq tez o'sishda davom etadi. Bola asta-sekinlik bilan yog' to'play boshlaydi. Bu yog' tug'ilgandan keyin tana haroratini saqlashga yordam beradi. Miya va asab tizimi rivojlanishi davom etadi. Chaqaloqning harakatlari kuchliroq sezilishi mumkin. Ba'zida ona qornida bolaning tepishi yoki burilishi hatto tashqaridan ham ko'rinib qolishi mumkin. Bu davrda ona tezroq charchashi, nafas qisishi yoki yurak urishi kuchliroq sezishi mumkin. Buning sabablaridan biri kattalashayotgan bachadonning diafragmaga va boshqa ichki a'zolarga bosimi hisobiga bo'ladi. Shuningdek, jig'ildon qaynashi ham ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Noqulayliklarni kamaytirish uchun ovqatni oz-ozdan, lekin tez-tez iste'mol qilishingiz zarur va ovqatdan keyin darhol yotib olmaslik foydali hisoblanadi. 34-36 haftalarga kelib, endi homiladorlikning oxirgi haftalariga tobora yaqinlashib borasiz. 34-36 haftalarda chaqaloqning vazni va bo'yi yanada ortadi. Ko'plab organlar rivojlangan bo'lsa-da, ayrim tizimlar hali ham yetilishda davom etadi. Bolaning bosh miya faoliyati va nafas olish tizimi rivojlanishda davom etadi. Ko'plab organlar rivojlangan bo'lsa-da, ayrim tizimlar hali ham yetilishda davom etadi. Bolaning bosh miya faoliyati va nafas olish tizimi rivojlanishda davom etadi. Ona uchun esa qorin juda kattalashgani sabab yurish, zinadan chiqish yoki uzoq vaqt bir holatda turish qiyinlashishi mumkin. Uyqu ham avvalgidek qulay bo'lmasligi mumkin. Bu davrda ona tug'ruq uchun kerakli narsalarni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hujjatlar, tibbiy ma'lumotlar, ona va chaqaloq uchun kiyimlar hamda boshqa zarur buyumlarni tayyorlab qo'yish tug'ruq yaqinlashganda ortiqcha shoshilishning oldini oladi. 37-haftadan boshlab homiladorlik tug'ruqqa juda yaqin bosqichga kiradi. Chaqaloq tug'ilishga tayyorlanadi. Ko'pchilik chaqaloqlar bu davrda boshini pastga qaratib, tug'ruq kanaliga mos holatga keladi. Ammo bolaning joylashuvi har bir homiladorlikda turlicha bo'lishi mumkin. Shifokor ko'rik va tekshiruvlar orqali bolaning holatini nazorat qilib boradi. Bu davrda ona qornining biroz pastlaganini sezishingiz mumkin.
nafas olish yengillashishi mumkin, ammo siydik pufagiga bosim ortgani sababli hojatxonaga tez-tez borish kuzatilishi mumkin. Shuningdek, bachadonning qisqarishlari sezila boshlashi mumkin. Ba'zi qisqarishlar tartibsiz bo'ladi va dam olish yoki holatni o'zgartirish bilan kamayishi mumkin. Ammo muntazam ravishda takrorlanadigan, bora-bora kuchayadigan qisqarishlar tug'ruq boshlanayotganidan dalolat berishi mumkin. 5-qism homilaning harakatlari. 3-trimestrda bolaning harakatlarini kuzatish juda muhim hisoblanadi. Bola qornida avvalgidek faol harakat qilayotganini ona sezib turadi. Harakatlar turi o'zgarishi mumkin, chunki bola kattalashganligi sababli bachadonda joy kamayadi. Ammo bolaning harakatlari keskin kamayib qolishi yoki odatdagidan sezilarli darajada o'zgarishi e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bunday vaziyatda shifokor yoki tug'ruqxona bilan bog'lanish zarur. Bolaning harakatlarini kuzatish bo'yicha shifokoringiz bergan tavsiyalarga amal qiling. Ona o'ziga qanday g'amxo'rlik qilish kerak? 3-trimestrda sog'lom ovqatlanish muhim. Ratsionda oqsil sabzavotlar, mevalar, butun don mahsulotlari va shifokor tavsiya qilgan boshqa oziq-ovqatlar bo'lishi kerak. Yetarli suyuqlik iste'mol qilish ham muhim. Agar shifokor suyuqlikni cheklashni tavsiya qilmagan bo'lsa, jismoniy faollik masalasi esa individual holat hisobga olinishi zarur. Agar homiladorlik normal kechayotgan bo'lsa, shifokor tavsiyasi asosida yengil yurish kabi faoliyatlar foydali bo'lishi mumkin. Og'ir yuk ko'tarish yoki haddan tashqari zo'riqishdan saqlanish zarur. Shuningdek, shifokor belgilangan perinatal ko'riklarni o'tkazib yubormasligi juda muhim hisoblanadi. Bu tekshiruvlar ona va chaqaloq holatini kuzatish hamda ehtimoliy muammolarni vaqtida aniqlashga yordam beradi. Qachon zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz zarur? Homiladorlikning 3-trimestrida ayrim belgilar shoshilinch tibbiy baholashni talab qiladi. Masalan, qindan qon kelishi, suv kelishi yoki suyuqlik oqishi, bolaning harakatlari keskin kamayishi, kuchli yoki doimiy qorin og'rig'i, muntazam va kuchayib borayotgan qisqarishlar, kuchli bosh og'rig'i, ko'rishning xiralashishi yoki ko'z oldida chaqnashlar kuzatilishi mumkin. Yuz va qo'llarning keskin shishishi, nafas olishning keskin qiyinlashishi. Bunday belgilar paydo bo'lsa, uyda kutib o'tirmasdan tibbiy yordamga zudlik bilan murojaat qilishingiz zarur. Tug'ruqqa tayyorlanish bu homiladorlikning oxirgi haftalarida nafaqat jismoniy, balki ruhiy tayyorgarlik ham muhim hisoblanadi. Tug'ruq jarayoni haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lish, shifokor bilan savollarni muhokama qilish va tug'ruqxona uchun kerakli narsalarni oldindan tayyorlash zarur hisoblanadi. Tug'ruq boshlanganda kim bilan bog'lanish, shifoxonaga qanday yetib borish va zarur hujjatlarni qayerda saqlash kabi masalalarni oldindan rejalashtirib qo'yish mumkin. Eng muhimi, har bir homiladorlik individual ekanini unutmang. Internetdagi ma'lumotlar shifokorning individual tavsiyasini almashtirmaydi. Xulosa o'rnida, demak, homiladorlikning 3-trimestri chaqaloq tug'ilishiga tayyorlanadigan va ona organizmi tug'ruqqa moslashadigan juda muhim davr hisoblanadi. 28-haftadan boshlab chaqaloq faol rivojlanishda davom etadi, vazn yig'adi va organlari yetiladi. Ona esa qorin kattalashishi, charchoq, bel og'rig'i, uyqudagi qiyinchiliklar va boshqa tabiiy o'zgarishlarni boshdan kechirishi mumkin. Bu davrda shifokor nazorati, sog'lom ovqatlanish, yetarlicha dam olish va bolaning harakatlarini kuzatish muhim hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar,
Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va videoni homilador bo'lgan yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Keyingi videolarda homiladorlikning har bir haftasida ona va chaqaloq qanday o'zgarishlar bo'lishini batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.